Hop, chiqamiz va yana chiqamiz. Arti, to'xtab tur, men qolib ketdim. Nima, general seryozni aytdimikin Arti, shu yerda qaydadir baza bor deb o'zimiz topib olishimiz kerakmi ba'zan? Ana bu yerdagi bazada qolsak ham lekin yaxshi bo'lardi, yaxshi baza ekan. Yo, keyin tekshirib kelamizmi? Ha, bo'pti, Arti, yuraverchi, bir gap bo'lar, ha? To'g'rimi? Bu yerda bu shuncha tog'lar orasida xizmat qilishni yoqtirmayman Arti, chunki bu yerda toqqa chiqish mana bizning baza, general aytgan baza shu bo'lsa kerak. Faqat meni o'ylantirayotgan narsa, nega Arti sen bilan faqat men bu yerda xizmat qilamiz, qolganlarni qayerga olib ketdi general? Yo bu yerda 2 kishi yetarmikin? Hech kim o'tmasmikin? Ha, manimcha hech kim o'tmasa kerak. Ketdik, sakrab o'tamiz, eshikdan kirib o'tirmaymiz. Yaxshi, xullas Arti, maniki chap tomondagi xona, menga mana shu xona, senga nargisi. He, bo'pti, sandiq ichilarini tekshirchi kirib, men ham sandig'im ichida nimalar borligini tekshiraman. Ketdik, keyin qolgan ishni qilamiz. Juda soz. Bu yerda nimalar bor ekan? O, bizda snayper bor ekan, hop, M4 bor ekan va bu оружие nomini o'qib olmadim uzr. Xo'sh. Bizga hozircha kerak bo'ladi bolta, firka va hozircha uzoq o'q otmaymiz, shuning uchun buni olib turamiz. Okay. Hop, manaqada yana nimalar bor ekan? Yurchi ko'raylikchi. Past menga qiziq bo'ldi. Pastni ko'rib chiqishimiz kerak. To'g'rimi? Bu yerda general bilan aloqaga chiqsak bo'lar ekan. Ha, mana bu yerda mana u nima deydi? Kolonkalar. Yaxshi, tepaga chiqchi. Bu bunker ekan. Demak, bomba tushsa, shu bunker ichiga berkinamiz. Ha, bo'pti, kechqurun qayerga chiqishimiz kerak? Tushundingmi, Kechqurun qayerga chiqamiz? Ha, nima qilyapsan tushunmadim, mayli. Men esa atrofni bitta tekshirib kelib qo'yaman. Hop, keyin kechqurun atrofni Arti bilan tekshirgan chiqamiz, chunki atrofni tekshirib turmasa bo'lmaydi. Bu yerda juda ko'p killerlar yuradi. Tepaga chiqaychi? Hop, 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 hop. Ha, bu yoqqa chiqaman undan. Ha, yo'q, bu yoqqa ham chiqolmas ekanman. Mana bu tomondan o'tsak, manimcha atrof-muhitni tekshirib olsak bo'ladi. Bu yoqda hech kim yo'q. Hop, nimanidir ovozi eshitildi. Yana eshitilyapti. Hop, tepaga to'liq chiqaylikchi, tepada nimadir bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? O, mol, mana. Birinchi qurbonimizni oldik, yaxshi. Go'sht oldik. Ho, ana shu yer menga yomon qiziq bo'lyapti. Ana shu yerga borib kelib, keyin kechqurun Arti bilan atrofni tekshirgan chiqamiz. Okay, mayli. Sal tezlikda ishlamasak bo'lmaydi, tezroq yurmasak, chunki kech tushib qolishi mumkin. Kechqurungacha uxlab turamiz, chunki kunduz uxlab, kechqurun ishlaymiz. Kechqurun yurar ekan bu yerda ko'pchilik banditlar. Mana bu qurolni olamiz. Menimcha bu yerda ham oldin banditlar bo'lgan. Ularni o'ldirib ketishgan bo'lsa kerak. Bu yer toza, yaxshi. Buning ichida nimalar bor? Temir, yo'q, bizga kerakli narsalar yo'q ekan. Yaxshi, ba'ziga yaxshirog'i qaytib, ba'zida dam olganim yaxshi. Kech tushganda chunki baribir aylanga chiqamiz-da deydi-yu hazil albatta. Hop, xizmat qilamiz. Xo'sh, bu yerda kaktus bor. Kaktusni otaylikchi? Yo'q. O'qni behuda sarflamaylik. General yana urushib yurmasin, shuncha o'qni nima qilaylik deb. Lekin bizga juda ko'p o'q berishibdi, ya'ni deyarli 1 yilga yetadigan o'qni tashlab ketishibdi. Buncha o'q bilan nima qilamiz hayronman. Оружиеlarni ham tur-turlaridan tashlab ketishibdi. Yaxshi, sigirlarni ham otib qo'ygan, yaxshi. Baribir go'sht yig'ib olish kerak. Bu yerda ham zaxira tugab qoladi. General kelmasligini aytgan ancha muddat va mana ichkarida Arti dam olayotgan bo'lsa kerak edi. Manam ketdim, dam olaman undan. Xo'sh, uyimgacha tez-tez yetib olay, yana kechqurun maza xizmat qilamizda endi. Mayli, eshik ochdik, kechni kutamiz endi shu yerda uxlayman ungacha. Voy, mana, kech ham tushibdi-ku, juda soz. Bizga barcha turdagi оружиеlarimiz kerak. Hozircha go'sht kerak emas. Bularni hammasini o'qini olamiz, snayperning ikkinchisini ham olamiz, chunki bu atrofda kimdirlar baza qurgan bo'lishi mumkin. Suv olamiz har ehtimolga qarshi, ozroq yegulik, non olib olish kerak va zажигалка. Ketdik. Menimcha Arti ham tayyor bo'lsa kerak. Arti, tayyormisan? Ha, mana Arti ham chiqdi. Qo'lingdagi quroling qani Arti? Birinchi bu tomonga borganimiz yaxshi deb o'ylayman. Arti, senchi? Yo'l boshlachi bu tomonni tekshirib kelamiz. Agar bu tomonda hech kim bo'lmasa, bu tomonga boramiz. Va yaxshi, ketdik. Xo'sh, kech tushganda ishlar sal qiyinroqqa o'xshayapti. Tepadagi baland tog'lardan hech kim o'tmasmikin? Demak, baland tog'larga chiqib ham snayperlik qilishimiz kerak. Okay, mayli Arti, ortingdan ketyapman. Sen yo'l boshlayapsan, men ketyapman. Hop. Yaxshi, snayperni oldik. Yo'q, mana bu qurol bilan yurganimiz yaxshi hozircha. Artida snayper bor chunki. Men negadir juda sekin yuryapman. Mayli. Hop, hop. Qo'limda tez-tez yursam bo'larkan. Yaxshi. Yo'q, qurolni olib olmasak bo'lmaydi. Chunki baribir yo'lda har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Arti ko'rdim uni. Tepaga chiqamizmi? Qayerga boramiz endi? Bu yog'imi? Bu yog'ini tekshirib kelamizmi? Bo'pti, yur.
Bu yerda manimcha hech qanaqa bandit yo'q. Arti, menimcha sen u tomonga borganing, men o'rmonga borganim yaxshi. Chunki baribir bilib bo'lmaydi-da bu yerda, to'g'rimi? Gapimga qo'shilding-ku, to'g'rimi? Ketdim man. Undan o'rmonga borib, o'rmonni tekshirib kelganim yaxshi. Chunki baribir o'rmonda ham ko'pchilik bo'lishi mumkin. Ikkalamiz bitta joyda yuraversak, vaqt yo'qotamiz va ular boshqa tomondan o'tib ketib qolishlari mumkin. Yaxshi, xo'sh, o'rmonni tekshiramiz. Endi qo'limga mana bu qurolni olmasam bo'lmaydi. Ya'ni kuchliroq bu qurol, bitta o'qda o'ldirishi mumkin. Yaxshi, xo'sh, bu yerda hozircha hamma yoq toza. Top-toza. Yaxshi. Bu yoqqa yuraylikchi. Endi nima bor ekan? Mana nimaga jajjiga oldim, buni olaylikchi. Bu yoqqa endi mana bu tog'i tepasiga chiqsam, manimcha shu yerdan hamma joylar ko'rinsa kerak deb o'ylayman. Hop, tong tushguncha xizmat qilamiz. Tong tushgandan keyin esa uyga kirib dam olamiz. Bizni o'rnimizga boshqa harbiylar yuradi. Hop, yaxshi tepaga chiqib olaylikchi. Hop. Yaxshi. Bu yoqqa ham chiqaylikchi. Xo'p, general bilan aloqa atigi bir kunda bir marta bo'ladi, lekin general bilan bugun aloqa bo'lmadi, chunki bizning birinchi kunimiz. To'xtangchi, mana bu yerda kimdir bor shekilli. Bunda bazamizni oldida kimdir baza qurib olganmi shunda? Juda yomon, hech kim ko'rinmayapti. Sal yaqinlashishimiz kerak menimcha. Yaxshi, endi ko'rindi. Odam turibdi, qo'lida qurol bilan mani ko'rmayapti. Chunki men uzoqroqdaman. Mana bu yerga bir amallab chiqib olishim kerak. Hop, yaxshi. Haliyam u yoqqa qarab turibdi. Bu yoqqa qaragani yo'q. Yaqinroqqa borib uni o'ldirganimiz yaxshi baribir. Snaypermi? Qani, haliyam meni ko'rmayapti. O'tlar orasidan sekin boramizda. Haliyam ko'rmayapti. O'ldi. Tinchidi. Tinchidi, tinchidi. O'rtoqlar tinchidi mana. O'ldi u. Mana o'ldi. O'ligi yuribdi mana. Yaxshi, endi sekin ichkani ochamiz va qurol olib yo'q, u bir o'zi bo'lgan ekan. Yaxshi, bizda gamburgerdan boshqa hech nimasi yo'q ekan. Har holda gamburgerni olamiz, bizga kerak bo'ladi, yeymiz. Hop, seni ham olib olaman, chunki baribir kerak bo'lasan sen ham. Yaxshi, endi bazaga boraverish kerak. Yo'q, bazaga bormaymizmi? Tekshiramizmi atrofni? Atrofni bitta tekshirish kerak baribir. Qo'ylar yuribdi, yaxshi, hech kim yo'q. Menimcha hozircha hech kim yo'q. Demak, bazaga qaytsak bo'ladi. O'zi tong tushyapti. Yulduzlar mana ketyapti o'zi sekin-astalik bilan. Yaxshi, undan bazaga qaytamiz. Bazaga qaytgandan keyin o'zimizni ishlarni davom ettiramiz. Okay, tepaga chiqib olaylikchi oldin, bazaga qaytishdan oldin baqa tushib ketdim-ku. Mana shu tog'da yurishni oqibati shunaqa bo'ladi. Ya'ni tushib ketaverasiz. Tepaga chiqish joylari juda qiyin va noqulay ishlangan. Shu muammo menga yoqmaydi. Okay. Bu yerda mana bizni baza turibdi. Bazamizga endi kirib olamiz. Okay, tushaylikchi pastga. Hop. Yaxshi, bu yoqqa sakraymiz va bazamizga sekingina kirib olamiz. Arti menimcha kech qolyapti. Tepaga 4 marta o'q uzzsam, Arti o'zi xizmat vaqti tugaganini biladi. Bo'ldi mana. Arti men ekanligimni biladi va qaytib keladi. Men esa ichkarida generalga oldin xabar berish kerak bu haqida. Hop. Hop. General, aloqadamisiz? General, aloqadamiz? Ha, yo'q. Menimcha generaldan sado kelmayapti. Aloqada general yo'q. Shuning uchun tepaga chiqib uyda dam olib turamiz. Xo'sh, yaxshi. Uyda bo'lganim yaxshi. Qurollarni hammasini joyiga solib qo'yaman. Chunki bo'm-bo'sh dam olish kerak. Bizga hech qanday libos qoldirishmabdi. Shu tomoni yoqmadi. Mayli, ungacha dam olib turaman tonggacha. La'nati, hammasini olib ketishibdi-ku. Qani mening do'stim? Generalni boshlab kelaman. Kamida 50 ta bo'lib qaytib kelamiz. Bu artefakt va Jekni mazasini qochiraman. Hozir kelaman, hammangni qochiraman mazangni.